Ikkinchi sinf tarbiya darsligi. Mavzuimiz maktab nima uchun kerak? Dars rejamizga binoan darsimizning maqsad va vazifalarini belgilab olamiz. Darsimizning maqsad va vazifalari. Ta'limiy maqsadi o'quvchilarda savodxonlik, matematika, fan va to'garaklarga jalb etish bo'lsa, tarbiyaviy maqsadi esa maktab o'quvchilariga odob-axloqni, jamiyatda, hayotda o'z o'rnini topishga yordam berish. Rivojlantiruvchi maqsadi esa o'quvchilarni qobiliyatini shakllantirish, ular o'z ustida ishlashiga yordam berish, ularga kasb tanlashda yo'l-yo'riqlar ko'rsatib borish. O'quvchilar, mavzumiz sizga tanish. Bu mavzuni avvalgi darsimizda ham o'tdik va takrorladik. Mavzu yuzasidan sizlarga uyga vazifa berilgandi. Daftarlarimizni tayyorlab qo'yamiz va ularni tekshirib olamiz. Keling, endi bugungi darsimizni matn bilan boshlasak, ya'ni Mirzo Ulug'bek yulduzlari matni bilan. Mirzo Ulug'bek yoshligida ko'p vaqtini kutubxonada o'tkazar, tinmay kitob o'qir edi. Bu kitoblarni uning bobosi Sohibqiron Amir Temur to'plagan edi. Mirzo Ulug'bek ayniqsa matematika va astronomiyaga qiziqardi. Shuning uchun ham yulduzlarni kuzatadigan inshoot, ya'ni rasadxona qurishni orzu qilar edi. Mirzo Ulug'bek Samarqandda o'zi orzu qilgan rasadxonani qurdirdi. Mirzo Ulug'bek rasadxonasi o'sha paytda dunyodagi eng mashhur asboblar bilan jihozlangan edi. U tuzgan yulduzlar jadvali, ya'ni Zich Kuragoni esa butun dunyoga mashhur bo'ldi. Bu kitobda tarixda birinchi marotaba yulduzlarning joylashuvi aniq ko'rsatilgan. Bunday ilmiy tadqiqot jahon astronomiyasi fanining rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga egadir. Demak, aziz o'quvchilar, matnni hamma tingladimi? Barakalla, unday bo'lsa, matn yuzasidan turli savol-javoblar o'tkazamiz. Savol: Mirzo Ulug'bek rasadxonasi qaysi shaharda joylashgan? Ha, albatta bu Samarqandda joylashgan. Keyingi savol: mashhur bo'lish uchun olimga qaysi fanlar yordam berdi? To'g'ri, bu astronomiya va matematika fanlari edi. Mirzo Ulug'bek ilm-fan taraqqiyotiga qanday hissa qo'shdi? Qani o'quvchilar, kim javob beradi? Ha, albatta, Mirzo Ulug'bek o'z rasadxonasini qurib, yulduzlar, ya'ni osmon jismlarini o'rganishga katta hissa qo'shgan. Keling, aziz o'quvchilar, sizlarga yana bir qiziqarli ma'lumot bilan tanishtirib o'taman. Fizika, matematika fanlar doktori professor Ahmadjon Abdujabborov bizga shunday ma'lumot bermoqda. Men Nyuton yulduzlarini o'rganaman. Nyuton yulduzlari koinotdagi eng kichik va eng zich yulduzlardir. Ularning og'irligi Quyoshdan 2 barobar og'ir. Bugungi kunda ilmiy kashfiyotlar tadqiqotchilar jamoasining mashaqqatli mehnati mahsulidir. Olim hatto daho bo'lsa ham bir o'zi tadqiqot olib bora olmaydi. Zamonaviy olim butun dunyodagi tadqiqotchilar bilan muloqot qilib turishi shart. Demak, aziz o'quvchilar, har bir zamonaviy olim tadqiqot olib borish uchun o'z kasbdoshlari bilan albatta suhbatda bo'lishi va tajribalar almashishi shart ekan. Keling, endi quyidagi rasmga e'tibor beraylik. Bu qanaqa rasm deb o'ylaysizlar, aziz o'quvchilar? Ha, albatta, bu o'sha rasadxona, ya'ni yulduzlarni kuzatish uchun qurilgan rasadxonaning surati hisoblanadi. Nima deb o'ylaysiz, aziz o'quvchilar? Qadimgi va bugungi kunda olimlarning o'xshash va farqli jihatlari nimada? Ha, albatta, qadimgi va bugungi olimlarning o'xshash jihatlari o'z ustida ishlashi, tadqiqotlar olib borishi bo'lsa, farqli jihatlari esa zamonaviy, ya'ni o'z zamonasi bilan hamnafas bo'lganligi. O'quvchilar, kitobimizga e'tibor beramiz. O'ylab ko'ring va gaplarni to'ldiring deyilgan ekan. Endi men nuqta ekanligini bilib oldim. Endi men nuqta bilaman. Demak, biz bu yerda gapning orasida tushirib qoldirilgan so'zlarni topishimiz kerak. Qani o'quvchilar, bir o'ylab ko'ringchi, bu tushirib qoldirilgan so'zlarni qanaqa so'zlar qo'ysak bo'ladi? Ha, albatta bo'ladi. Endi men astronomiya nima ekanligini bilib oldim, yoki bo'lmasa endi men astronomiyani bilaman deb aytishimiz mumkin. Qani o'quvchilar, yana kimda qanaqa variantlar bor? O'quvchilar, hammaga tushunarli bo'ldimi? Demak, biz qanaqa so'zlar qo'yishni bilib oldik. Endi
Uyga vazifa daftarimizni ochamiz va belgilab olamiz. Uyga vazifa: kitoblar va internetdan foydalanib, bilim haqida maqollar toping. Ularni daftaringizga yozing. Qani o'quvchilar, bilim haqida kim menga biron bir maqol aytadi? Misol uchun, beshikdan to qabrgacha ilm izla. Bu bilim haqidagi maqol deb aytishimiz mumkin. O'quvchilar, uyga vazifa tushunarli bo'ldimi? Unda keyingi darsgacha xayr, sog' salomat bo'ling.